Manda pulni jalab uni degan degani kelganim bu. Sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Aslida men chapayilish niyatim yo'q. Oyoq qalay deb manqatdim. Kechiring. Nima qilib? Nima deydi? Oyoq. Menda bor. Oyoq sizda bormi? Ha, bizning kufangda ambada. Ha, ishkilatda. Yo'q, ukam. Mana. Men dedim sizga bizning chavshida ben nima deb ukam yedim. Mana. Amma ma oyoq ukam, oyoqdek oyoq. Dab ko'rib pasab ukam, lekin maylis baqirayjman oyoq. Ko'sa. Kalning xurumi ukam, cho'shqaning chami. Biz oyoqma. Bu kona oyoq bu. Ukam, bu kona desam, qo'rqib ketmasa, azraqli kelib qolgan yeri bor shu. Pisrovsini bunday tiqib, mandalik qilib qo'ygan deyman. Qaysa, oyoq deganda ko'nroq bo'lsa yaxshi deyman. Oyoq ko'na bo'lsa, putni yalamaydi, g'ajimaydi, qistimaydi. Sizlarga oyoqning ko'nasi yaxshi, xotinning yengasi yaxshi degan anglamaganmi? Kiymasda? Bir inim batdi. Qancha pulda? Endi ukam, bayatini yog'i sizlar tanishib qoldik. Boshqadan bo'lsa 75 qo'y deydim. 70 qo'yib ilavermamla. Qancha? 70 qo'y. 70 qo'y? Ha? Kona oyoqni 70 qo'y deydi, ha? Ukam, esil oyoq mav deyman. Bo'ldilar. Amine yapqay bo'pti. 35 qo'y beramsiz? Nech pul? 35 qo'yga. Bijbig'imi ya? Bijbini qadar kiyib mangdi buni? Yani sizlarmda pepet mangdi deyman, ukam. 35 qo'ydi. Ukam, ish pashasi var bijmi bor, 35 qo'y kelmaydi. Pashin so'ms qadar kelgin oldu buni? Qaysa ukam, o'g'avaldik, bunda jalisa. Bo'l, bunda bo'lsin. Ha. Jalab qo'yay. 50 qo'yma, 50 qo'ysa olish boqamiz ukam. Ya, 5 qo'y jalaymi 40 qo'y beramsiz? 40 qo'y. Ha. Ukam, ishki petekni qo'shib beraman. Asal shundisa? Bo'l, bo'lmas, ammay bo'l. Asa ukam, asa, mening banarimni ayoli qo'yib qolsa, aytgan isligimni satay. Asa. Allah. Ustimi so'zga ekansiz. Ilaga. Ma'qul. Ma'qul. Keginni siqsin. Ma'qul. Ye, baqasaf ukam. Ha? Mekasa? Mekasa? Voy, mavagi bir kasaf ukam. Ne bo'ldi? Men seni tanib oldim. Meni? Tanib oldim. Ha. Sizlar yiliqi chiqdi, yiliqi qo'y. Sizlar men siz yardım bering dedim, azim bo'ling siz. Shu. Akkaslar afkab qo'llarini. Yo, bayatim men degan bo'lsam 70 qo'y, 80 qo'y demay, 20 qo'y qilib oyoqni. Hozirim kechikmaysiz? Lekin ukam Saudiyadan qilmaydi. Yana bir ishdan bor. Ishdan? Ammo raxti chatni ukam. Bir nechadan talashqanda ben tutganman. Raxti degan turg'ashdan javob ukam. Ammo o'sha saniga chiqib qizil chiroqning nurida kiydigan bo'lsa, o'tqashdak deyman. Sendimi? Bir ko'rib basaf ukam. Mana ishdan. Sendim kelgin bulan buni. Voy, sizlar artistlarmi bir necha sani kiyib chiqib ukam ha buni. Ha, shundami? Buning raxti nimada? Ha? Raxti. Lata. Shu. Qancha pul bersiz? Endi ukam bayatini yog'i, uni buni dodaqsildimi tanib oldim. O'zir bilib bermamla. Lekin emasmi ukam? Bo'pti, mana ikkisini ben inim gapiray. Bo'yi menchilik o'xshash. Obdan ko'rsam ukam, lekin 20 qo'y beramsiz? 20 qo'y kelmaydi, ukam 4-chi qo'y bizmi tursa. Pushqalarni ko'rib buni kelsam ukam. Buning pushqi ta'masda, ha? Ukam, pachaqlari kamamiz ishdan pushqargiz ta'masmi? Ilirasa? 20 qo'y beramsiz? Azroq jalisa. Ishki pachaqni bermaydi ukam aniq. Bo'ldi, 30 qo'y beramsiz? Akkasi ukam, yo, pullarni bir olay. Bir televizorga kiyib chiqib qolsa, men sotib qolishdan da bozorlab o'tiraman ukam. Asa. Ma'qul. Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Ma'qul. Voy, to'xtab turing. Mana bir kiypaq maptimi? Kiypaq qayma? Endi ukam ishdan kiyamlar, satamlar, buni olib men chatdan. Ya. Baqa, davosın. Endi elib, agar kichik gap qolsa sizni topamay jumay. Ukam, naq keladi, men ishdan deyman, men zavodni maxsus siz uchun o'lchab chiqishdanman. Bunda olsa, yer yama adamjiq kelsa, to'sab turganmi kiyib olay. Ben keygilar kelib ketdim ha. Kaysa. Manda to'sa. Mana, to'sab qo'ydim, kiyvasa ukam. Ko'rmay kiyvasa. Kaysa. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Sizning umrlar qisqa, ishdan umr uzun bo'lsin kelsin. Naq keldi-da. Ammo bir uzun paypoq qo'yib ketgan bo'lsa, buni bor. Kap. O'g'avaldiga yaqirmaydi ukam. Qanqasini qaza o'xshaydi deb qolacha, yaqirmaymiz. Ukam.
Merdane, manda Rambo'dek mangımız deyip. Başla ko'tarsa. Nima qilibkan? Bizlar Chavushiga mal to'shida qollaskan. Resmi bilan keldi. Bu pachiqib ichilib qoldi. Ukam, bu pachaq deganing ancha-muncha ichilib kun ko'rib turgani yaxshi deyman. Nima qildi Xudoyim bergan pachaqni ishdan chiqdi qildi. Ha, pachaq ukam ancha-muncha ichilib kun ko'rib tursa, qaysidan revmatizm bo'lmaylar. Ma ishdan bir alaylik bor bilamlar. Ma ishdanning alayligi revmatizmning oldini sarisin keyin oladigan ishdan ukam ma u. Ya bu chiyinib ketib qolgan talaq chiqib bo'ldi deyman. Ukam mashinada turib men emas bo'laverdi deyman. Baqasa. Siz mashindan tez ko'namadilar. Hozir qizlarning hammasi moda deb mishaydi, kiyvasil deyman. Ha, men qiz olib bo'lmasam. Aras burtlar akasilding, ha? Mana qilma, men ishdan neslik obdan tushundim, sen tushunamaydigan o'xshaylar ukam. Burisilikki, Nuzayku, Lobanku degan kelgan shundami? Men qanday ishdan bilamlar? Men bilmayman. Kusarku. Demiş mi ras kusal nim farq bor deyim buna. Shunda bilan kelganda ukam ishdanni. Nah keldi. Buni kiyib chiqdim men. Ukam, qayslar? Men ishdan obdan keldi, pachaqlar sil bizimki. Bekarim kaselevatilda bo'lib chiqib o'ylar gapirib, dazmollab, gençlik qilib. Yo'q. Bunda bo'lsa, men ishdan nima? Pulimni qaytar. Qaytarolmaydi ukam. Biz satimiz qaytarmaymiz. Bu bizning prinsipimiz. Qaytarolmaymiz. Oyoqni olay. Ukam, gap tushunamizlar, biz qaytarmaymiz. Ig'izdan chiqqan narsaga qaytarolmaydi. Mana qil. Mana qil ukam. Mayada bir dona bilezik va bilezik? Amma bilezik 99 jingmal. Qaysi? Buni ukam qo'liq salsin bo'ladi. Men esa papaz qilsin bo'ladi. Mana bu ko'rib basla. Amma mal saza. Isil, jing oltin. Mush oltinmi? Ha? Bu qop-qor turdi-ku. Qora oltin. Qanday chiqqan qora oltin ukam bu? Oltin qora ulamda. Ukam siz nimadan tushunmaylar? Men siz inchilab tushuntirib beraman. Mal degan qaysi oltinning negiri. Kontakin kisi. Elanga. Yam. Ap qo'ying ukam. Nima qilaman bana? Men sizni qo'lingizni selaveraman deb ukam, meni xotiningiz apran qovishib qoladi deyman. Qaysi xotinimga? Xotiningiz yo'qmi, ajrashib ketganmi? Yo'q, haqni topgan gibi bekor emas ekanda ukam, mayli qiz siliq yerda sopin turmabdi, artistning qo'lida xotin turmabdi degan ukam. Yarmida. Bo'lma ishdan qayt. Ukam, ishdan nega bir qilishmaydi, ishdan nega bir nima qiladi? To'g'ri. Men yerda bir dona soat bor. Soat? Shvetsariyaning shirs-pis mirg'iliq soat. Mana asafkam. Ammo kunning nurida paqirayjima soat. To'xtab qopda? Ukam, men adam mang'adigan Chenzudong soat. Cheslas yakshanbada to'g'rilib qoptikan damilavatga o'xshaydi. Ilanga bo'ldi. Men ishdan yandirdi. Yana shu gapdim ukam sizlar. Qasa qayta olmaydi. Nima ishqa? Mana qilib, sal sizga ishim og'rib qoldi ukam. Almashtirib beraychi. Nimaga? Bu yerda bir shapka bor. Shapka? Shapka nima ish qildim men kichik bolamda? Ukam, men anda-manda shapka emas, men degan ko'p iqtidorliq, universal shapka. Mana shapkani kiydigan bo'lsa ukam, alomat. Mana sizlar. Jim yarashdi. Sizlarga hayt, tejin, shatrit dedigan o'xshaymi ukam? Ilanga. Shaqbal sepsin. Men ishdan yandirdi. Yandirmaydi ukam. Nima ishqa? Siz gap tushunamlar, biz satimiz qaytarmaymiz ukam. Qiziq gap qilgansiz. Eli hamda men iste'molchilar jamiyatiga berdan ish bardan shop qolmasa yana. Nega? Kimga? Iste'molchilar jamiyatiga. Iste'molchilar? Akaslar ukam. Güzlükli ko'lim ukam. Aşağıdan aylanıp aldılarga manslar. Aşağıda bir 5 qavatli bino var. Aşağıdan 4-chi qavatga chiqsa iste'molchilar jamiyatiga shu. Chiqsa. Siz meni iste'molchilar jamiyatiga ko'rib qo'rqdim deb o'ylab qoldim ukam. Mening bu yerda muqim dukunim yo'q. Men ko'chim-ko'ch ko'tarib tijorat qildigan odam. O'limni tutib olmaydi juma? U yerlardan xotirjam. Sizliqda? Qiziq gap qilgansiz. Siz haramdan qo'rqmamsiz? Haram? Haram biz birdan bosib jang haram degan alamagan ukamsiz. Bo'ldilar. Tutib oldigan tutib deb qolgan pulim bering. Saat turamiki? Yo'q, nima ishlar turdi? Bo'pti, kanallar ukam, nechta bilagansiz bana? Ya, bo'ldi, men. Ichkilisi olmayman bo'ldi. Mana. 70 kun. Sizlar 10 yen xalq puli. 60 kun tutib qolamsa? Ha. Qiziq sho'lda bu.
Maqasha fikam. Bir adam bir kunda 1000 qiz gap qilsa o'ladi degan gap bor shunda-da. Aytgandan yo'q men sizga tushundirdim deb necha ming qizga qilib bo'ldim? Ha? Navodi men sizga tushundiraman deb turingni tushib ketib o'lab tatib qolsam men to'layarlam fikam. Nima? Fikam, sal achchig'im kelyapti juma mening. Achchig'ingiz kelyapti-da? Fikam, sal achchig'im kelyapti juma mening. Qadaqsiga? Nima deysan? Atash nima deysan? Ya kilam, ya kan nima deysan? Atash astagfirullah juma. Xap. Men bugun sana tankilemedim. Men Adil Mijat, Abdukerimlarga itot yazdırıp oynab, seni de resva qilmaydigan bo'lsam. Qo'lingdan kelganini qilaver. Televizorni o'chirmasam ishkilasi chiqmaydi.